Assalomu alaykum, hurmatli gruppadagi saxovatpeshi hamyurtlarimiz. Mana bugun hozir bemor xonadoniga tashrif buyurdik. Qizchamiz mana holatlari kechagindan ko'ra ancha yaxshi. Bu qizimiz ham mana atrofida shuncha duogo'ylari, befarq bo'lmagan mehribon amaki, tog'a, xolalari borligidan juda ham xursand. Xolajon juda ko'pchilik amakilar kelib ko'rib ketishdi, sovg'alar berib ketishdi, o'quv qurollar deb. Hozir esa xursand bo'lib gapirdi, hammaga rahmat aytdi. Ilohim shu onaizor uchun shu farzandi tuzalib ketsin. Hurmatli gruppadagilar, azizlar, onaizorni ko'z yoshlari haqqi hammamiz tezroq harakat qilaylik. Hammamizda shunaqangi farzand ne'mati bor. Hech bir onani farzandi kasal bo'lmasin. Allohim shu qizimizga ham tez kunlarda shifosini bersin. Shifosi bor. Faqat o'sha manzilga biz yetib bora olishimiz kerak, hurmatli azizlar. Buning uchun hammamiz tezlashimiz kerak. Bir yoqadan bosh chiqarib, tezroq harakat qilishimiz kerak. Xudo xohlasa shu ona bolani tezroq Hindistonga yuborsak, shu singlimiz mana ona o'z farzandiga kerak bo'lsa jonidan kechaman deb o'tiribdi-da. Shu jigarini beradi shu qiziga, Sarvnozxonga. Xudo xohlasa hamma amaliyotlar chiroyli yakunlanadi, chiroyli chiqishadi. Sog' omon lecheniyalarni olib bo'lgandan keyin yana safimizga qaytishadi. O'sha kunlar kelishi uchun bugun harakatimizni qilaylik. Bugun hammamiz astoydil bo'lib, qo'limizga kirganicha, Alloh qodir qilganicha 5 mingmi, 100 mingmi, 1 millionmi, qanchaga qodir bo'lsak. Mana katta-katta ehsonchilarimiz bor oramizda. Qalblaringga yetib borsin, iltimos, hojakalar, hojonalar. Bugun hammamiz ehsonimizni ayamaylik shu oiladan. Ehsonda bardavom bo'laylik, duolarimizda. Shu shiringina qizalog'imizni eslab turaylik, mana namozlarimizda, dasturxon atroflarida. Shu qizimiz haqiga duo qilaylik. Shu dilbandimiz sog'ayib ketsin tez kunlarda. Barcha ehsonchilardan, duogo'ylardan Alloh rozi bo'lsin. Harakat qilayotgan, shu bemorni yo'qlayotgan yo'qlaguvchilarni Alloh yo'qlasin. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bugungi kunimiz eng barakali kunlardan bo'lsin. Hammamiz ehsonda bardavom bo'lib, bugungi summamiz yig'iladigan kechga hisobot topshiriladi. Kechagindan 10 barobar ko'p mablag' to'plashga Allohim hammamizni qodir qilib qo'ysin. Ilohim shu bir hafta 10 kunning ichida aytilgan mablag' yig'ilib, shu ona bolani tezroq Hindiston safariga duolar bilan kuzatishlik hammamizga nasib qilsin.